Siz restoran ichidan chiqib ketishingiz mumkin, lekin restorandagi muammolar sizni tinch qo'ymaydi. Telefoningiz har doim yoningizda. Qo'ng'iroq bo'lganda stress, naprejeniyani his etasiz. Telefoningizga javob bermasangiz, ishingizda bir nima xato ketishi mumkin. Restoraningiz bor, jamoa bor, boshqaruvchilar bor. Hammasi zo'r ketyapti deb o'ylaysiz, lekin siz biroz chalg'isangiz, hammasi qulashni boshlaydi. Bunaqa muammolar ko'p restoran egalarida uchrab turadi. Bu video sizni qayerda xato qilayotganingizni ko'rsatib beradi. Sizni har doimgi kuningiz ertalabdan telefon звонокidan boshlanadi. Поставщикlardan bir nima olib kelishgan, bir nima olib kelishmagan yotishmayapti, yo bo'lmasa oplata qilish kerak, oplata o'tmagan. Shunaqa muammolardan telefoningiz tinmaydi ertalabdan. Shu paytda siz ertalabdan shuni boshlasangiz, obedni masalan kunlarga kelib ishxonaga kelsangiz, ishxonada doговоренность o'zgarib ketgan, yo bir kimlardir kelmagan, kim ish joyiga chiqmagan, hammasini kontrol qilish kerak. Bu sizga juda naprejeniyada tutadi, og'irlik olib keladi. Постоянно даже mелочlarni ham tam hamma narsani ishchilarga ko'rsatib o'rgatish kerak. Mana deydim, zoningizda porядкasi ularni ham даже o'zingiz kontrol qilishga to'g'ri keladi. Shunaqa sizda his-tuyg'u bor, что siz restoranni agar bir haftaga tashlab ketsangiz, u sistema ishlamagandek his-tuyg'u bo'ladi. Что ishchilaringiz xo'jayin sho'ttamagan, sho'tta o'zmagan deb qarab turishadi. Menejerlaringizning o'zi esa o'zlari reshni qabul qilisha olmaydi. Sizni reshni qabul qilishingizni kutishadi. Shundan kelib chiqib, siz restoranning egasisiz, lekin eng ko'p ish qiladigan ishchi bo'lib qolgansiz. Odatda buni juda oddiy tushuntirishadi. Boshqaruv kuchsiz, yaxshi odamlar yo'q, jamoani yana o'qitish kerak, ozgina motivatsiya tushib ketgan, ozgina motivatsiya bersa yana yaxshi bo'lib ketadi. Keling rostini aytamiz. Siz уже jamoani almashtirgansiz, upravляющий hammasi yangi xodimlar kelgan, baribir 3 oydan keyin yana eski holatga kelib turibdi. Ishchilarni yana o'qitgansiz, hammasi zo'r, lekin bir haftadan keyin yana eski holiga qaytadi. Xodimlar har doim tizim qanaqa qurilgan bo'lsa, shu bo'yicha ishlaydi. Ular biladi, lekin hamma narsani siz qilib berasiz. Ular nimaga harakat qilsin? Bu yerda ikkita narsani ajratish muhim. Siz o'ylaysizki boshqaryapman deb, aslida esa qo'lda nazorat qilyapsiz. Restoran egasi qo'lda nazorat qilishi biznes uchun eng yomon holat. Restoranga tizim kerak. Tizim esa qoidalar asosida yo'lga qo'yilgan jarayondir. Agar restoraningiz sizsiz tizim ishlamasa, u значит tizim yo'q restoraningizda, faqat siz borsiz restoranda. Muammo shundaki, что siz bunaqa biznesga qiziqish yo'qotasiz. Qiziqish yo'qotganingizdan keyin emotsiya, boshqa tomonlama sizga уже interes bo'lmaydi bu biznesda. Shu bu biznesingizni restoran sohasini krahga olib kelishi mumkin. Shu narsalarning hammasini inobatga olganda, restoraningizga kameralarga qaraganingizda foydasi yo'q. Restoranga tizim kerak. Ko'pchilik restoran egalari bu muammoga duch kelgan. Men ham o'sha nuqtada bo'lganman, lekin uddalaganman. Video tagida havola bor, ro'yxatdan o'ting, bizga Telegramdan yozing, biz sizga muammongizga yechim beramiz.